Xuddi shu naborimizni postga qo'yganimizda juda ham ko'p opa-singillarimiz so'rabdi, qanday ishlatiladi, ichida qanaqa narsalar bor deb. Hozir shu haqida sizlarga ma'lumot beraman. Bu naborimiz tarkibida 99.9% sof oltin zarrachalari mavjud. Bunday qo'shilgan kosmetik vositalar asosan terini yoshartirish, va namlantirishni va elastiklikni oshirish uchun ishlatiladi. Endi esa qanday ishlatilishi haqida gaplashamiz. Bu 24 karat gold tonerini toza yuzga paxta diski orqali yoki qo'l bilan asta-sekinlik bilan surkaladi. Nima foydasi bor deydigan bo'lsangiz, terini tozalab, namlantiradi va keyingi bosqichga mukammal zamin yaratadi. Keyin esa qizlar xuddi shu sivritkamizdan foydalanamiz. U chuqur oziqlantirib, terini yorqin va sog'lom qiladi. Buni ikkita anaqasi bor-da. Kech betga xod qiladigan bor, kunduzgi xod qiladiganlarimiz bor-da. Naborning ichida o'sha siz bitta bu naborni oladigan bo'lsangiz, boshqa naborlarga qiziqmaysiz ham, yoki boshqa narsa olishingiz ham hojat yo'q. Shuni o'zi уже 5 oylik yoki 6 oylik hudizga bemalol yetadi. Har kuni makiyaj qilib yuradigan qizlar uchun ayni muddao xuddi shu nabor. Endi esa yuzimizni yumshatib, yaxshilab namlab berish uchun ushbu emulsiyadan surkaymiz. Ketma-ketlikda tushundinglar-a? Birinchi bo'lib toza yuzga toner, keyin kechki uchun sivritka bundan, kunduzgi uchun bundan. Undan keyin shu kremni surkaymiz, keyin yuz uchun maxsus krem, keyin po'staga, ya'ni ko'z uchun krem. Bu qo'shimcha, ya'ni o'sha hudimizni yana ham kuchliroq qilish uchun. Keyin bizda dastavka xizmatlari ham bor. Koreya bo'ylab bir kunda, O'zbekistonga esa 5 kunda yetkazib beramiz. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi juda ham hamyonbop. Atigi 39 ming tashkil qiladi.